Seni o'z o'g'lim deb e'lon qilaman. Sen endi shahzodasan. O'limingizga sabab bo'lishimni bila turib, meni o'g'lingiz sifatida qabul qilasizmi? Bunday qilsangiz, nafaqat kengash a'zolari, balki butun xalq sizdan yuz o'giradi. Shunda ham meni shahzoda deb e'lon qilasizmi? Zoti oliylar, nahotki siz shu qarorni ma'qul deb bilsangiz, Yolg'on bashoratlarga endi ishonmayman. Kim nima desa deyaversin. Sen meni o'g'limsan.